Ma'naviyat va ma'rifat markazi huzuridagi Ijtimoiy ma'naviy tadqiqotlar instituti kichik tadqiqot o'tkazdi. So'rovnomada respublikaning barcha hududidan 7827 nafar yosh qatnashdi. Auditoriyaning axborot olish manbasi, media bilan munosabatlarni aniqlash maqsadi ko'zlangan axborotni ko'proq qayerdan olasiz degan savolga ishtirokchilarning 43% ijtimoiy tarmoq va messenjerlar, 36.6% internet saytlari, 0.3% gazeta jurnal, 2.9% televideniya, 1% radio, 7.4% kitob, 9.7% ota-ona, o'qituvchi va do'stlar bilan muloqotdan degan javoblarni bergan. Bugungi kunda xabarlarni asosan Instagram va Telegram messenjerlar orqali kuzataman. Ular u yerda ko'p videolar va rasmlar ko'rishingiz mumkin. Afsuski u xabarlar ko'pi fake bo'lib chiqadi. Vaqti bilan do'stlarim menga ijtimoiy tarmoqlar orqali u xabarlarni jo'natishadi va osongina ishonib qolishadi. Lekin ular fake. Yaxshiyamki men ularni saralashni bilaman, lekin ular meni vaqti bilan yengishga urinishadi. So'rovnomaga qaytamiz. Internetda nima bilan shug'ullanasiz degan savolga 54.1% ishtirokchi saytlardagi yangiliklarni kuzataman degan javobni bergan. Iqtisodiy sharh jurnali ham 2000 nafardan ortiq o'quvchilar o'rtasida siz qaysi ma'lumot manbalariga ko'proq ishonasiz mavzusida so'rov o'tkazib, aholining axborot manbalariga ishonchi darajasini o'rgandi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, fuqarolarning ko'pchiligi blogerlarga ishonadi. Bu o'rinda shu narsa aniq bo'ldiki, mediadan faol foydalanish media ta'limning tanqidiy tafakkurini shakllantirish maqsadiga mos. Filologiya bo'yicha falsafa doktori Sanobar Jumanova bola oilasi bilan ko'p vaqt o'tkazishi, oilada uning media iste'moli nazorat qilinishi, ota-onasi bu borada namuna bo'lishi, media olam haqida dastlabki ko'nikmalar shakllantirilishi kerak deb hisoblaydi. Ommaviy kommunikatsiya vositalarining rivojlanishi barobarida afsuski o'sha fake xabarlar, tekshirilmagan axborotlar, dezinformatsiya hajm jihatdan albatta ko'payish ehtimoli juda katta. Shunday ekan, biz demak o'zimizda nafaqat jurnalistika sohasida, balki oddiy o'sha axborotlar iste'molchisi, o'quvchisi sifatida o'zimizda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishimiz kerak bo'ladi. Tanqidiy fikrlash nima? Albatta tanqidiy fikrlash bu biron narsaga tanqidiy nazar bilan qarash. Ya'ni tanqid qilish ma'nosida emas, ya'ni o'qiyotgan narsamizni, ko'rayotgan narsamizni, hatto eshitayotgan axborotimizni qaysi ma'noda tekshirib ko'rish. Masalan, har bir o'sha telefonimizga, gadjetimizga Telegram kanali orqali, YouTube orqali yoki umuman boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali, umuman internet makonida har bir o'sha ko'zimiz tushadigan axborotga to'g'ridan to'g'ri ishonib ketmasligimiz va aksincha, balkim bu axborotni ichida nimadir noto'g'ri bo'lsa-chi, qaysi ma'noda ishonib yoki o'sha ishonish barobarida unga shubha bilan qarashimiz bu tanqidiy fikrlash deyiladi. Va yana bitta narsaga e'tibor berishimiz kerakki, bugungi kunda nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyo axborot makoniga o'sha sun'iy aqlni ko'proq kirib kelishi natijasida ham afsuski fake axborotlar ko'payish ehtimoli oshib boryapti va ularning yordamida masalan nafaqat video, balkim audio axborotlarni, masalan biron bir kishini aytmagan gaplarni uni xuddi ovoziga o'xshatib qaytadan yaratish mumkin bo'ladi va ko'pincha afsus bilan aytamiz, masalan fotolarni tekshirish mumkin, videolarni balkim tekshirish mumkin o'sha onlayn fact checking instrumentlari orqali, lekin audio masalan materiallarni haqiqatmi yoki fake ekanligini tekshirish nihoyatda mushkul masala ekanligini sohaga ixtisoslashgan o'sha fact checkerlar ham aytishga qiynalishyapti. Tanqidiy nazarning asosiy prinsiplaridan biri har bir o'qigan narsamizni, demak, narsamizga ishonib ketmaslik, balki unga qaysi ma'noda sovuqqon munosabatda bo'lishimiz kerak. Birdan hayratga tushish, birdan yoki qo'rquvga berilish, birdan xursandchilikka berilish emas, balki sovuqqonlik bilan unga munosabatda bo'lishimiz kerak va har qanday informatsiyani orqasida uni muallifi kim, manbasi kim tarqatyapti, bu narsaga alohida e'tibor qaratishimiz kerak.